Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli televizor görüşlər. İstiqlal günlük xəbərlərimizi görüşünlərini qızğın qarşılayırıq. Mən Abdullah Yalqın. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünyada olub atqan gün tərtibdəki xəbərlərini huzurunuzğa sunuşuq turuşumuz. Qənəmizdə diqqətinizlər ekranımız olsun. Xitay namoratlıqni tugutish namida Uyg'urlarni qirg'in qilmoqda. Zimiston to'rining 17 aprildagi xabarda bildirilishicha, Xitoyning namoratlıqni tugutish namida Sharqiy Turkiston xalqini qirg'in qilayotganligi bildirilgan. Xabarda Xitoyning Sharqiy Turkistonda namoratlıqqa qarshi turish namida Uyg'urlarni kimligidan mahrum qilish, ularni qulluq amgiga majburlayotganligi, Xitoyning Sharqiy Turkiston xalqini bo'ysundirish uzun muddatlik rezil plani yangi bosqichga qadam qo'yganligi, uning majburiy amgak, ma'rifni qo'ral qilish, avlodlarni oila muhitidan ayirish orqali Uyg'urlarni assimilyatsiya qilishga kirishganligi, Xitoyning Uyg'urlarga qaratgan namoratlikni tugutish siyosati amaliyotda Uyg'urlarni yo'qitishdagi bir plan bosqich ekanligi bildirilgan. Xabarda Xitoyning 2023-yilga qadar 1 million ishchini to'qimachilik sohasiga o'rnashtirishni plan qilganligi, buning ichidagi 650 ming nafarini Sharqiy Turkistonning janubidagi Uyg'urlar tashkil qilganligi, Xitoyning atalmış ish o'rnashtirish planining oxirgi maqsadi Sharqiy Turkiston xalqining kimligi va dunyo qarashini o'zgartirish ekanligi, Xitoy shu orqali nishonliq madaniyat qirg'inchilik qilayotganligi bildirilgan. Xitoy virusi Wuhandagi tajribaxonadan chiqqanligi bildirildi. Fransiyalik virus mutaxassisi professor Luc Montagnier ma'lum to'r bekatining ziyoratini qabul qilganda Xitoy virusining Wuhandagi tajribaxonadan chiqqanligini o'tirib qo'ygan bo'lib, zo'r g'ulg'ulga sabab bo'lgan. Professor Montagnier ertasi bu haqda tushuncha berib, yana bir do'sti bilan birlikda Xitoy virusining gen tuzilishini tekshirib chiqqanligini, natijada virus yasab chiqilgan degan yakunga kelganligini, shahardan chiqqan virusga AIDS virusining gen gruppasining kichik bir bo'lakning kirgizilganligini, buning hargizmi tabiiy shakllangan virus emasligini bildirgan. U so'zida yana virusni kimning yasaganligini, nima maqsadda yasaganligini bilmaydiganligini, o'zining faqat ilmiy haqiqatni oshkorlash maqsadining borligini ta'kidlagan. Bundan burun Hindistonning bir tadqiqot guruhi o'xshash yakunni e'lon qilgan bo'lsa-mu, ammo noma'lum sabablar tufaylidan ilmiy maqolasini qaytarib olishga majbur bo'lgan. Xitoyning soxtapazligi yana bir qitim oshkorlandi. Kunlik pochta gazetining 17 aprildagi xabarda bildirilishicha, Angliya Xitoydan sotib olgan zo'r miqdordagi sinoq qutisining soxta chiqqanligini e'lon qilgan. Xabarda Angliyaning Xitoydan 16 million pond sterling qimmatidagi sinoq qutisi sotib olganligi, mazkur sinoq qutilarining antitanalarni tekshirish orqali Xitoy virusi bilan yuqumlanuvchining salomatligining asliga kelganligini tekshirishga ishlatilgan. Amaliy qo'llanish jarayonida hech qanday natijaga erishalmaganligi bildirilgan. Angliya taraf Xitoyning soxtapazligini e'lon qilish bilan birga barliq molni qaytarib, Xitoyga topshirib bo'lgan 16 million pond sterlingni qaytarilish xizmatini boshlagan. Ma'lum bo'lishicha, Xitoy virusini tekshirishda ikki xil sinoq usuli bor ekan. Biri antigen tekshirishi bo'lib, buningda odamda virus bor yo'qligi tekshirildi ekan. Yana biri antitana tekshirishi bo'lib, buningda odamning immunitet sistemasida virusga qarshi oqsilning bor yo'qligi tekshirildi ekan. Antitana deb ataladigan bu oqsillarning tekshirilguchining tenida paydo bo'lishi uning kasallikdan qutulganligidan derak beradi ekan. Angliya, Xitoy qiyin savollarga javob berish kerak. Turkiya ovozining bugungi xabarida ma'lum bo'lishicha, Angliya tashqi ishlar ministri Dominic Raab Xitoyning virusning qanday o'tirg'i chiqqanligi haqidagi qiyin savollarga javob berishi lozimligini aytgan. Xabarda Angliya tashqi ishlar ministri Dominic Raab kunlik muxbirlarni kutilish yig'inida Xitoy bilan hisoblashishga aloqador bir savolga javob berganda, Xitoy virusining o'tirg'i chiqishini o'z olgan yuqumga aloqador barliq o'zgarishlarning ko'zdan kechirilishi va bu masalada bilimga tayinishning zarurligini ta'kidlagan. U yana mundaq degan: bu yerda muhim bo'lgani masalaga keng doiralik nazar tashlab, tangpunliqni asos qilishimiz shart. Biroq shu hammaga ma'lumki, bu krizisdan keyin ishlar hargiz burunqidek bo'lmaydi. Shunga Xitoydan virusning qanday o'tirg'i chiqqanligi,
va yuqumga baldur taqobil turish ehtimolligining bor yo'qligidan iborat qiyin savollarni so'rashimiz lozim deganlarni bildirgan. Angliya tashqi ishlar axborot organining sobiq mas'uli John Sauer 15 aprel kuni e'lon qilgan bayonotida Xitoyning virus masalasida dunyodan haqiqiy ahvolni ushirganligini, shunga javobgarlikka tortilishi lozimligini aytgan. Dornaz Alpı nomli dori haqida bayonot e'lon qilindi. Qrim agentligining 17 apreldagi xabarda bildirilishicha, doktor Irjumat Uvali Xitoy virusi bilan yuqumlanuvchilarni davolashga aloqador tadqiqot natijasini e'lon qilgan. Doktor bayonotida tadqiqot natijasini tushuntirib, Dornaz Alpı nomli dorini bemorlarga ishlatishda kelinkilik tekshirishdan o'tkazish kerakligini, bu dorining unimining nihoyat yaxshi bo'layotganligini, kishilarning hayotini saqlab qola oladiganligini, shunga dorini muddatdan burun e'lon qilganligini bildirgan. U bayonotida biz tajriba qilayotgan bu dorining ismini 23 aprel e'lon qilmoqchi bo'lgan edik. Bu dori kishilarning hayotini qutqizib qola oladiganligi uchun vaqtni kechiktirmadik. Dornaz Alpha bemorlarni davolashga ishlatilganda kelinkilik sinoqdan o'tkazilishi kerak deganlarni bildirgan. Ma'lum bo'lishicha, Dornaz Alpha nafas yo'li ajratib chiqargan suyuqlikning yepishqoqligini tuvallatib, balg'amni tozalab, nafas yo'lining eg'ir yuqumlanishi va taraqqiy qilishini to'sib qola oladi ekan. Macron biz Xitoy masalasida soddalik qilmayli. Maliya vaqt gazetining 17 apreldagi xabarda bildirilishicha, Fransiya prezidenti Macron Xitoy virus haqida to'xtalganda soddalik qilmayli. Xitoyda biz bilmaydigan ishlar yuz berdi degan. Fransiya prezidenti Macron Maliya vaqt gazetining ziyoratini qabul qilib, bu virus to'g'risida Fransiya, Germaniya va Italiya qatorliq davlatlarni Xitoy yoki Rossiya bilan silishtirish mumkin emas. Xitoyning virus krizisini kontrol qilishi bizni yaxshi bo'ldi deydigan soddalikni qilmayli. Ochiqini aytganda, Xitoyda biz bilmaydigan ishlar yuz berdi deganlarni bildirgan. Macron yana Xitoy virusi sababli kelib chiqqan krizisni kontrol qilishda Yevropa ittifoqidagi boy davlatlarning ko'p mas'uliyati borligini eskartib, Yevropa ittifoqi bir siyosiy loyihami yoki iqtisodiy bozormi degan masalada qaror chiqarishimiz kerak. Men siyosiy loyiha deb o'ylayman. Yevropa ittifoqini texmi yaxshi o'rniga ega qilmasak, Yevropa guruhi yoki Yevropa tushanchisining yiqilish xavfi bor deganlarni bildirgan. Xitoyda irqiy kamsitish kayfiyati texmi kuchaymoqda. Xitoy virusni kontrol qilganligini e'lon qilgandan buyon Xitoyda yashayotgan chet elliklarni, bo'libmi qori elliklarni chetga qiqish, irqiy kamsitish ahvoli eg'irlashga boshlagan. Yaqinda ijtimoiy taratqularda Guangzhouda yashayotgan bir turkum afrikaliklarning yuqumdan mudofaalanish bahonasi bilan uylaridan qo'g'lab chiqarilganligi, ularning ko'chalarda yetishga majbur bo'lganligi, ularning pasporti tartiblanib, Xitoyda turishliq elchilarining bu ishga aralashishga aloqador bir qancha sintar qilib, xalqaroda g'ulg'ula qo'zg'agan. Navbatda Xitoydagi irqiy kamsitish qilmishlari texmi kuchayishga boshlagan bo'lib, bir qism mehmonxonalar oshkor holda chet elliklarni qabul qilmaydiganligi haqida uqtirish chiqargan. Ba'zi savdo saroyiga qori elliklar kirgizilmagan. Yana bir qism sinlarda Xitoylarning to'plashib qori elliklarni urg'anligi oshkorlangan. New York vaqt gazeti tunigun bu haqda maxsus xabar e'lon qilib, Xitoyning maqsadli holda cho'ng millatchilik va irqchilikning kuchayishiga yo'l ochib berganligi, bu orqali fuqarolarni texmi yaxshi kontrol qilish maqsadiga yetmoqchi bo'lganligi, fuqarolarning diqqati va noroziligini chet elliklarga burash orqali ularni unumli kontrol qilishni plan qilganligi ko'rsatib berilgan. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mushada oxirlashdi. Inshaalloh atigi xabarimizni ko'rishguncha sizlarni Janobiy Alloh topshiramiz. Shundaqla program oxirida ekran orqasidagi barcha xizmatdoshlarimga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.